Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizda yana bir Gentra avtomobili sotuvga qo'yildi. Ko'rib turganingizdek rangi oq, 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza, hech qanday petno, kraska yo'q. 4 ta balon holati a'lo. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Polni navalotlar qilingan. Avtomobilimiz polni shumka. Metan uстановка qilingan. Salonlardan gapiradigan bo'lsak, evakuar kovriklar, Malibu bar, Tesla monitor, Malibu rul, ashikalar qilingan. Zamishdan mana ko'rib turibsiz. Polik chexollar qilingan, o'ta chiroyli, yangi sifatlisidan qo'yilgan. 95.000 kilometr yurgan. Kimgadir shunaqangi holatdagi Gentra avtomobili zarur bo'lsa, sotib olib melaman deb yurgan akalar, ukalar bo'lsa, raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqib, bemalol savdolashib xarid qilishingiz mumkin. $13.000 narx qo'yilgan. Albatta savdolashib, kelishib xarid qilasiz.